1869'da dunyoga keldik. 76'da maktab eshigini birga ochdik. 86'da bitirdik o'sha muqaddas maskanni. 40 yil o'tdi, ammo do'stlik hech eskirgani yo'q. Do'stlarim, didor g'animat, ey simdoshlar, didor aziz. Yoshlik o'tgan bo'lsa-da, xotiralar yashar hali. 40 yil o'tib yana yig'ildik bir dasturxonga. Do'stlik hayotning eng muqaddas, eng yorqin izi. Ahmed Rustam, Bozorgul, Tozagul, Qovondiqlar, Munavvar, Sanobar, Gavhar, Zumrad, Zamira, Nigora, Davron, Mansurlar, Gulnoralar, Dilorom, Momonboy, Kamol, Ilhom, Olim, Muhabbat, Ergash, Fakdim, Bibijon, Odil, Qodir, Umid, Ixtiyor, Zulfiya, Gulchehra, Safargul, har biringiz yodda. Endi nabiralarga mehribon bobo va buvi bo'ldik. Lekin ichimizda hali ham o'sha sinf bolalari yashaydi. Didor g'animat, ey simdoshlar, didor aziz. Vaqt oqar, lekin chin do'stlik qarimaydi aslo. Maktab xotiralari yurakda abadiy yashaydi. Birga o'pgan kunlar eng qimmatli xazinamiz. O'sha hovlida yugurgan izlar hali esda. Sinf derazasida kulgi va orzulari to'la edi. Bir-birimizni qo'llab, birga yig'lab, birga kulganmiz. 40 yil o'tib ham o'sha meh bilan yig'ildik bugun. Keling xotirani yangilab, mehni yangilab, qolgan umrimizni do'stlik bilan bezob o'taylik. Didor bu baxt, didor bu hayotning mo'jizasi. Simdoshlarim, sizlar bilan yashar yuragim abadiy. Didor g'animat, simdoshlarim, didor aziz. 40 yil o'tdi, ammo biz birgamiz hali. Do'stligimiz tu abad yashasin, yashasin. Yuraklarda maktab ruhi abadiy yashasin.